Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 85-soniga xush keldinglar. Bugun biz Uch efendim va vaziyat degan temada hukumatimizning Sharqiy Turkiston Surgun hukumati Cumhur Reisimiz Mamtun Ala efendimni bu temaga taklif qildik. Bu suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmat. O'tgan bir yilda sizni jiq xabar qildik. Hammalarning yangi yili muborak bo'lsin. Gerçi hukumatimiz buni o'zimizning to'rbitida chiqarib, hammalarningki yangi yilni tabriklagan va bu yangi yilda mustaqillik irodamizni ching turishimizni ta'kidlagan bo'lsa-mu, bu yerda bir qatim yangi yilimizga muborak aytamiz. Endi Mamtun Ala efendim bu ko'pincha vaqtlarda X'ga sizni aytdi tegvar chunqur falsafalik narsalarni chiqarib tursiz. Ko'pincha inglizcha bo'lsa-mu, oxir qatim chiqargan taklif to'g'risidagi bir yozmangizni men ko'rilmanlarga sunay deb o'ylayman. Nihoyat adaqqa nuqtada hayot taklifdir. Mayli kim bo'l, tek bir hayotsan. Mayli qayerda bo'l, tek bir kallada o'ylaysan, tek bir yurakda sezasan. Mayli qanchalik romantik bo'l, birli qalbga to'liq maftun bo'lasan. Mayli qanchalik ko'p tilni bil, tek bir ona tilda jo'ylaysan. Mayli hammaga qiziq, tang bir savdolikqa asirsan. Mayli boshqalar bilan qanchalik chiqish, tek bir yolg'izlikqa mahkumsan. Mayli tinchlikni qancha so'y, tek bir ilishda yashaysan. Mayli qanchalik yasha, tek bir o'limda, o'limingda to'xtaysan. Qisqasi, teksan, yolg'izsan, birdan birsan, shunga hech kimga o'xshamaysan. O'zingni ham hech kimga o'xshatma. Teklik büyüklükündür. To'lim yaxshi yozilgan yozma ekan, buning falsafalik ma'nosi to'lim chunqur, sen faqat o'zing bo'lib yashaysan, o'zingni bo'l demakchi. Teklikda yashab keldik, ammo vatan aqidasida yashadik. Bu yo'lda sizga o'xshash saplashimning bo'g'indan so'yinaman va ko'nglim har vaqt to'xtirdi. Hozir ham xalqaro vaziyat yomon jiddiy o'zgarishga ketyotdi. Xuddi biz anlaganimizdek bugun degan kechida actually bizningki vaqtimiz bo'yicha aytganda yarim kechida Madron tutib Amerikaga keldi. Amerikaningki askarlari. Bu nuqtada biz yana keyin to'xtalamiz deb o'ylayman. Bizning bugungi temamiz Uch efendim to'g'riliq. Ham yaqinda Aysa Yusufning vafotining 30 yillik munosabati bilan Uch efendi temasi muhojiratdagi Uyg'urlar orasida qaytadan qizidi. Bizning taniqli ziyolilarimiz, atalımız, sarxillarimiz, Dünya Uyghur Qurultayı ve Uyghur Akademiyasi qatorliqlarning o'rnashtirishida tag'da bilan Uch efendimni xotirlashdi. Xo'sh, Uch efendim zoti kim? Ular Sharqiy Turkiston mustaqillik ko'rishimizning yo'l boshchilarimi? Marhamat. Rahmat. Cüret, o'tgan bir yillik xizmatingizga ko'p rahmat aytaman. Har vaqt vaziyatdagi eng zil va eng muhim temalarga diqqatimizni burab, bizning chet eldagi xalqimizga xizmat qilib keldinglar. Bu jihatdan mustaqilligimizdan iborat mana shundoq bir chaqiriq va shundoq bir kurashga xalqimizni har vaqt chaqirib keldinglar. Buning uchun men sizlarga va boshqa sabdoshlarimga hukumatimizdagi men ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Endi bu temaga kelsak, Uch efendi to'g'risidagi dag'dug'ninki qayta qilinishi jiq tasodifiylik emas. Endi Uch efendi kim degan savolimizga kelsak, Uch efendi bizningki tariximizdagi 3 shaxsni ko'rsatadi. Buning Isa Yusuf Olibdikin, Muhammad Emin Bo'g'ra va Mas'ud Sabri. Bularni ko'plagan kitoblarda va tarixiy analizlarda bularni jadidchilikning ta'siriga uchragan panturkistlar deb ta'riflaydi. Uch odamningki tanlitilg'i ilinishda uch odamningki ma'lum bir maslakda o'rtoqligini, ma'lum bir faoliyatni o'rtaq qilganligini asos qiladi. Bo'lmasa uch odamni mayli xalqimiz bo'lsin, mayli Xitoyli bo'lsin, dushmanimiz Xitoyli bo'lsin, qaysi hokimiyat bo'lsin, ham chet eldagi tarixshunoslar va siyosiyonlar hammasi o'xshashlar Uch efendi deb bir kategoriya bilan atamaydi. Hamda bularni birlashtirayotgan omil nima? Bularni birlashtirayotgan omil ularningki kelib chiqishdagi farqlarga qaramay o'xshashib keldi. Masalan, Isa Yusuf Olibdikin shu yerda o'qigan.
Gomindanğa ta ki aş Türkiye'ye geçip ketkiçe bejandıllıkla hizmet kıygan bir adam. Şöten mağribi Xitayninki bir kısım Uygur aksımeklerinin perzentlerini terbiyeleş ve ulanın kallasını yüz arkalık özüge hizmet kıldırdıgan bir tabiqini, ne özünün hükümranlıqını yürgüzügen tabiqini işe aşırıştaki bir xil hükümranlık vasıtalarınınki bir terkibi kısmı. Şöten dokuğanınki köp kısmı. En izinde tercümanlık kıygan bolsa, en köpünde ula Xitayninki militarist hakimiyetler, mesela Şinsey'den tatıp Jinşürün, ya Yangzımışından tatıp Jinşürün ve Şinsey hemmesiga hizmet kıygan. Ahırsta bularınki beşi boğan Gomindan'a hizmet kıyganlar bula. Bununki tipik vekili İsa Yusuf alıp diken. Hem de Xitayla tarihten beri Şarkı Türkistan'a hükümranlık kılışta Jukur Tepeki'deki dini ve ictimai təbəqəsi yuqur olan Uyğur ailəliklərini kullanğan, cəmiyyətlərini kullanğan. Bunu biz Qumul vanlarını bilməz, Turpandakı vanlarını bilməz. Şərqi Türkistanın cənubidəki gəlgən vaxtda Xitayğa mail, eyni vaxtdakı Çin sahəsinə mail bolğan ailə və cəmiyyətlərini nişan qılıb turub, bunların ballarını tərbiyələb, özüge xizmət qıygızğan. Yəni bərabər bular Çin hükümeti bilen halkımız oturuz körüklük rol oynap, Çin hükümetininki siyasetlerininki Şarkı Türkistan'da izçiliş için en Türklük töp koşkanlığa hesaplandı. Yani Xitay, Çin sahasındaki Xitay ve Uygur, Türkiye millet olmayan başkalardan, Uygurlardan çıkan bula Uygurlarınki bastırılışı ve hükümranlık aldığını çıkan mühim töp koşkan. İsa Yusuf Altıken'inki tarihi bu. Muhammed İmin Boğra'nın tarihi bu yuqurraq. Bu emir yani Xotanni başkurup kelgen aileden kep çıkan inqilabi bir aile. Şarkı Türkistan'ın müstakilliğe göre iki enesi kurban bergen ve Şarkı Türkistan'ın müstakillik için izlenip hatta ki Şarkı Türkistan'ın tarihini aynı vakitte Şarkı Türkistan'ın tarihi halkımızın arasında naydı boşluk bulavatkan vaxtdan boşunda bir ciddi boşluqni koldan kelişçe çamının yetişip tolduğun hem inqilabçı, hem komandan, hem tarihçi. Bunda bir süpetlinin bir adamda mücevsemlenişi bekken uçuraydı. Bu bunda bir adam. Mesut Sabri Golcudaki Konu Baylanınki bir kısmı. Bu balası perzent süptü bilen İstanbul'da doktorluk okugan. Yani aynı vakitteki G'arbninki gayet zor hem tehlikesi hem kızıktırış aslında təvrinib atkan İstanbul'dan ibaret bir şarkılan G'arb oturuştaki bir körükte turib atkan muşundaq bir şehirde cədetçilik hareketininki keyince Türkçilikninki, yani pan-Türkçilik ideyasininki çoğunqur təsiri kuchirgan ve vatanga qaytib kelib, G'oljida özüninki doktorluqni qiygan ve keyin Shinseyninki türlü taqiblardan keyin bularninki hammasi oxirida Chongqingga bu Mesut Sabri Chongqingga bardi, Chongqingga bargan vaqtda boshqa shikaylar bilan ko'rishdi. Demak, bularninki chiqish yo'li o'xshamagan bilan og'izi qaytgan yeri va xizmat qilgan hukumati bir bo'lgan. Bu hukumat nima desa, Gomindan hukumati. Hamda bularninki mesela bu tarihi kitaplarda yazılishicha bularninki ko'pinchisininki eng muhim bir qilgan ishi bizningki ikkinchi jumhuriyatimiz qurilib chaqmoq tezligida Gomindanninki ayni vaqtda yengilmaydi, qudrat degan armiyasini terib eran qilib etib, G'oljida mustaqillikni jakalagan vaqtida Gomindan hukumatininki to'rt futi o'ri qilib, put ko'ygan to'qidek qoladi. Shuning bilan Gomindan hukumati bu Sharq Turkistonninki qurilishi va mavjudligidan intayin cho'chidi. Bunun qata ikki yo'l olib bordi. Birisi tashqi siyosat, ikkinchisi ichki siyosat. Tashqi siyosat nuqtasini ilib o'tgan vaqtda ayni vaqtdagi Chongqingdagi markaziy Chongqing bo'lgan Gomindan hukumati Sovet ittifoqininki elchixonasi bilan ko'rishib, elchixonasi orqali Sovet hukumati bilan aloqa qilish orqali
ayni vaqtda qurilgan Sharqi Turkiston hukumatining Giboga berilayotgan yordamini to'xtatishni talab qiladi. Komindangninki bir vakili bilan Molotov deganimiz ayni vaqtdagi sobiq Sovet ittifoqininki tashqi ishlar mas'ul ham Stalinning eng yaqin odamlarining biri. Maxfiy bir yig'in ochdi Moskvada 2 kun. 2 kunlik yig'inda Molotov bilan bular Xitoyninki bu Komindangning vakilininki oxirisi bir kelishimga, ya'ni do'stlik va ittifoqdoshlik ahdnomasi degan bir ahdnomani 1945-yili 8-oyning 14-kuni imzolaydi. Sharqi Turkistonninki ikkinchi jumhuriyatning mustaqilligi og'ir ta'sir ko'rsatadigan bir ahdnoma bu. Ko'p tarixda tilg'ilinmaydi. Buni bilmay turib biz nim bo'lganligini bilmaymiz. Shu vaqtda Stalin Sharq Turkistonninki mustaqilligini qo'llashdan voz kechadiganligini bildirib bo'lgan bo'ladi. Yalta yig'ini, o Palta yig'indan ko'ra ma'ahdina muhim amaliyotda. Bu bizningki hayotimizdagi bir qora kun hamda bu 8-14-45-14-ki. Shuningdan keyingi ishlarda Sovet ittifoqi faqat chet qarab turdi. Qag'inni Komindang hukumati bilan bizning Sharq Turkiston hukumati o'rtasidagi munosabat kirishidi, 11 bitim bo'ladi, birlash hukumat qurildi qatorliqlar. Bularning hammasida asosan biz asta-asta bu ishlarda uturimiz. O'tirib tursin. Ikkinchisi, ichki jihatdan Sharq Turkiston hukumatini vayron qilishga tushdi Komindang. Buning uchun qanday qilish kerak desa, Jang Jejongni u yerga tayinlab, alayda vakil sifatida tayinlab, Sharq Turkiston hukumati bilan suhbatlashishga kirishdi. Suhbatning maqsadi nima? Bu hukumatni, yeni qurilgan hukumatni asosan bekor qilish. Amalda bekor qilish. Shuning bilan bir vaqtda bu 3 apandimdimi ayni vaqtda shu cho'ng-cho'ngda turayotgan, istiqomat qilayotgan, bu Eysa Yusuf Aliptekinning chiqarayotgan 3 jurnali va u yerda ham bular aşağıda Sharqi Turkistonning uchun faoliyat qilayotgan bu biz 3 apandilar bular. Buni Sharqi Turkistonga qaytirib, Komindangninki Sharqi Turkiston hukumatini vayron qilish planini ishga oshirishga qatnashtirdi. Bular buni qabul qildi. Demak, 3 apandining vazifasi Komindangninki hukmronligininki Sharqi Turkistonda davomlashishi va Türkiye xalqlarininki, Türkiye xalqlarininki hukumati bo'lgan Sharq Turkiston hukumatini 2-jumhuriyatni ag'dirib tashlashga avatildi. Avatilishdan ilgari Jang Jejong bu 3 apandi bilan ayrim ko'rishdi. Ya'ni Jang Jejong vaziyatni bilmoqchi. 3 apandininki Jang Jejongga bergan taklifida 2 nuqta muhim o'rinda turdi. Nurg'un ish gaplar bor arada, ama 2 nuqta bizning esimizda har vaqt turish kerak. Birisi Sharq Turkiston xalqining irodasi, siyosiy irodasini 3 apandi avtonomiya bo'lsa bo'ladi degan gapirdi. Demak, bu Komindangninki ko'zlayotgan maqsadiga yetganiga bilan o'xshash keladi. Ya'ni rab keladi bu ikki gap. Xo'shaqidi Komindangga bu. Ikkinchisi shu desa, bizningki kultural huquqlarimizga berilsa, amaliyleştirilse Sharq Turkiston xalqi buningda rozi bo'ladi, ikki ishdan deydi. Hamda bu yerda bir azroq bir narsa qistirib o'tib ketay. Bu kommunistik partiyaninki bizga avtonomiya berishi u tasodifiylik emas. Buning tegidi Komindangninki bir o'rnigi bor. Komindangning o'rnigidan militaristlarninki, Chingsvaz qatorliqlarninki bir o'rnigi bor. Yani qanday degan vaqtda mayli Chingsvaz bo'lsin, mayli militaristlar bo'lsin, mayli Komindang bo'lsin, mayli kommunistik partiya bo'lsin, hammasininki da'vatgan gapi o'xshash. Avtonomiya shakldagi beqindilik. Mustamlikininki bir xil shakli. Mustaqillik deydigan gap yo'q. Sharq Turkiston deydigan gap yo'q. Hem bu ziminning ve bu ziminninki tarixiy egilari bo'lgan xalqninki mustaqillik deydigan gap yo'q o'ttirdi. Bir yil o'tgan bo'lsa-mu, necha xil hokimiyat almashgan bo'lsa-mu,
Xitay irqi o'xshash. Hmm. Hamdiki gap. Üç efendimninki bağan keyin Şarkı Türkistan'a berip qilgan ishlari qurulgan hukumat bilan taqarishish, ularni ayiblash, ideviy urush jidaliga kirish, xalqni qaymoqtirish, tugimas jidalning işte eng oxirisi hammamiz oxirisi Xitoy Kommunistik Partiyasining nimasiga mangimiz-ku, hukmronligiga mangimiz. Demak, bularning qilgan ishi bu. Demak, bu jihatdan elib aytgan vaqtda üç efendimninki bizningki mustaqillik ishimizga yetkazgan ziyonlari undaq az emas. Hamda tarixiy sharoitdan chiqib o'ylagan vaqtimizda ayni vaqtda Sovet kommunistlardan qo'rqaydigan bir xil holat bordi. Buningda pan-turkistlik ideya mubobining orasida buni işte tigini jadidchilik surishga bo'ladi. Buningki jadidchilik harakatininki bir qism ziyolilarda sobiq Sovet ittifoqi qurilgandan keyin işte kommunizm ideologiyasiga bo'lgan o'chmanlik bor. Çünkü komünizm ideologiyasi bularninki, mesela Tatar ve başka jadidchilarninki milliy kimligini inkar qiladi. Komünizmde ibaret xalqarалық bir cho'ng qalpoqning ichida hamma yerlik millatchilik va davlatchilik engining hammini e'tirof qilmaydi. Shuning uchun bular kommunizmga o'ch. Efendimninki gerçi kommunizmga o'ch bo'lgan mana shunday jadidchilikdan davomlashib kelayotgan bir ideologiyaga sahip chiqishini tushunishga bo'ladi. Tushunishga bo'ladi. Ammo ular mushu kommunizm yordam qilayotgan mustaqillikni qabul qilolmaydi-yu, ammo Amerikaga beqinayotgan Gomindangdan iborat yana bir xil mustamlikachininki avtonomiyasini qabul qiladi. Nimani bildirdi bu? Bu şunu bildirdiki, mustaqillik hammadan ustun turish kerak asli. İdeologiyadan ustun turish kerak. Buni Xitoydan o'rganishimiz kerakdi. Men dedim-ku, mayli Gomindang bo'lsin, mayli Kommunistik partiya bo'lsin, hatto militaristlar bo'lsin, hammasi gerçi ideologiyada bir-birisidan o'tilan sudek. Masalan, Gomindang bilan Kommunistik partiya ta hozirgacha o'tilan sudek turdi-yu. Ama Şarkı Türkistan meselesi kelgan vaqtida diyordu olsa, hammasi bir oyoqqa keldi, bir ovozda so'zlaydi, bir kallada o'ylaydi. Siyaset degan ma'vo. Üç efendininki men kommunizmga qarshi turishini tushunishga qiysam-mo, tushunay deb tirishsam-mo, ammo bularninki mustaqillik bo'lgan xiyonatini men menga tushunmayman, ham kechirmayman. Rahmat. Mana bir nuqta, yana bir nuqta, ikki nuqta var men qaytib o'tay. Eysa Yusuf Alip Tekinninki chet elga chiqqandagi hayotiga ikki bir ssenariy var, men qistirib qo'yaman buni. Bu bek muhim ssenariy bu. Birisi Eysa Yusuf Alip Tekin bilan Muhammed Emin Bog'ra 1954-yili Tayvanga berib, o'zininki xo'jayinlaridan Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qiladi. Shu Şarkı Türkistan'ınki bo'lgan mustaqillikni e'tirof qilinglar va o'zinglarning uni bir avtonomiya o'lka darajada ko'rishinglardan voz kechinglar deydi. Tayvan rad qiladi. O'ylang. Tayvan, ya'ni Gomindang hukumati, Tayvanni kontrol qilgan Gomindang hukumati hatto Sharqi Turkistonni qo'ldan berib qo'ygan bo'lsa-mu, hatto Sharqi Turkistonni qo'lga olish mumkinchiligi bor bilan yo'qning orasida bo'lsa-mu, yanılı Şarkı Türkistan'ni bir mustamlika ülke deb qarashdan voz kechmaydi. Ma ichinishlik gap ma bu. Ma bir numus ma bu. Bir millatning atalmış dalillari uchun. Ilgirimiz, ya'ni bu Xitoyni tushunmaslik. Bütün liderlarimizdagi qo'rqinchli bir kasallik, siyosiy kasallik Xitoyni tushunmaslik. Ma Gomindangninki tutumi başın axır bir bo'lgan. Kommunistik partiyadan farqlanmaydi. Bu irqli bakan, mayli o qaysi ideologiyada bo'lsin, bular o'zlik atalmış mustamlikachilikni, o'zining atalmış vatanning bir butunligini, mayli o Komindang bo'lsin, Kommunistik partiya bo'lsin, hammadan ustun ko'rdi. Chunki bularning engidagi davlat hammadan ustun turdi. Bizda-chi degan vaqtda davlat manfaatga, ideologiyaga ve grupninki türlük
ideyalarga bo'ysunudu. Bizning tragediyamiz bu. Yana bir senariyo. 1970-yillari İsa Yusuf alıp deken, u çağda Mehmet ibn Boğra vafat bo'lgan, Amerikaga berip Amerikadagi cho'ng siyosiyalar bilan ko'rishdi. Ayni vaqtda Kissingerlar bu Nixonniki Xitoy ziyaratidan burungi gap. Bu yerda intayin muhim bir ish bo'layotgan vaqt. Birisi sobiq Sovet ittifoqi Sharq Turkiston masalasini u yerdagi kishilik huquqni qaytadan ko'tarib chiqish orqali Xitoyning tishini qiyshtirib, bu yerda bir nimaga erishmoqchi bo'ldi. Bir üstünlük kazanmakçı olur şu çağda, halklarda. Bu Uygur meselesini BDT'de koymakçı oluyotgan vaqtlar şu. Maksat bizga bir ko'ngillab ketayotgan emas. Amma bizning meselemizning ko'zil qilish orqali Xitoyni BDT'da o'sal qilish. Ya'ni siyosiy va diplomatik ustunlik qozonish orqali kun sari jirklashayotgan Xitoy sobiq Sovet ittifoqi munosabatlarida ma'lum bir narsa qozonmoqchi. Ularningki bizning Xalq partiyani yoshirib qo'llaganligining sabablari shuni bilsaydi-ku. Bu tarafda bo'ldi. Yana bir tarafda çoğu diye vaqtda, yana bir tarafda Amerika Sovet ittifoqiga qarshi bir urushga, yani ideologik bir urushga, yani so'q munosabatlar urushiningki yuqori pallasiga chiqayotgan Kissinger Amerika bilan Xitoy birlashib turib, Sovet ittifoqiga qarshi turayotgan bir mezgilda İsa Yusuf olib degan 1970-yili 4-oyda Amerikani ziyorat qildi. Mush vaqtda bir yig'inda bu G'ulomidin Paxta vafot bo'lgan akamizningki bir asnasi deyildi-ku. Amerika qandaq siyosiy bir talabing bor deb so'ragan vaqtida İsa Yusuf olib degan mening maqsadim Sharq Turkistondan emas, balki G'arbiy Turkistonni ozod qilish deydi. G'arbiy Turkiston degan qaysi degan vaqtda ayni vaqtdagi sobiq Sovet ittifoqining kontrol ostidagi shu O'zbekiston, Qozog'iston qatorli Turkiy davlatlar, O'rta Osiyo davlatlari. Shuning bilan Amerikaning Rossiyaning sobiq Sovet ittifoqining poqi qatidi. Bu yana bir siyosiy jihatdagi bir dötlik. Strategik xatolik bu. Shuning bilan sobiq Sovet ittifoqi bu Sharq Turkiston masalasini BDT'da qo'ymaydi. Amerika o'zining yo'lidan mangdi. Chunki Amerika Uyg'urlarningki liderlarini bir gap apaqish orqali o'zining strategiyasini o'ylashayotgan bor vaqtda. Har ikki tarafdan biz har ikki tarafda qo'ldan berib qo'yamiz shu chog'da. Demak, gapimni yig'ib kelsam, siyosatda fursat bek oz beriladi. Biz ayni vaqtdagi berilgan fursatning ichida bularning izlangani Gomindangningki nimasi bo'ldi. Ammo mustaqillik, yaratilib bo'lgan bir mustaqillikqa qarshi turish orqali Sharq Turkistonda g'oyat zo'r bir ideyaviy qalamqanchiq paydo qilib, Gomindangningki Sharq Turkistondagi mustamlik siyosatininki davomlash uchun xizmat qilgan bo'ldi 3 apandim. Undan keyin chet elda chiqdi, nurg'un ishni qildi deymiz, ammo qilingan xatolik o'rniga kelmaydi. Türkiye uni qabul qildi, chunki Turkiyaninki sobiq Sovet ittifoqidan ansirayotgan kommunizmninki Turkiyani ideologiya jihatdan kontrol qilishdan ansirayotgan bir vaymi bor deb chiqqan vaqtda Turkiyaga. Shuning bilan Turkiyaning o'ngchilariga buninki kommunistlardan dad etib berishi xo'sh yoqdi. Turkiya toki 1991-yilgacha sobiq Sovet ittifoqininki vaymis ichida yashaydi. Bu Türk tarixini o'qiyotganlar 20 asrlik tarixini buni bilib deb o'ylayman. Anandan keyin bularninki kommunistlarning qanchalik g'aljirligi, qanchalik mustamlik kengayimchilik ekanligi qatorliq hikoyalarning hammasi Turkiyadagi o'ngchillar tarafidan yaxshi yaratiladi. Demak, bular 3 apandi bo'lib yoki bular 2 apandi bo'lib Turkiyada ma'lum jihatda siyosiy jihatda qo'llashga va parlashga erishdi. Ammo bu tegidan elib o'tgan vaqtda bu xatolikni to'liqlayanmaydi. Ham bular yangi bir ideologiya uchun, yangi bir siyosiy maqsad uchun xizmat qiladi u yerda. Ammo Mehmet Emin Boğra'nınki nurg'unlagan xizmatlari bor, qo'ldan kelishib qilgan ishlari bor. Bu jihatdan men Muhammed Emin Boğra'ni boshqacha qarayman. Ammo 3 apandimning orasida etilib atilishi va shu guruhda bizningki mustaqilimizni buzg'unchilik qilish jihatdan Muhammed Emin Boğra'ning hayotidagi bir qardog'. Buni Sharq Turkiston tarixida 100 kitob yozib mujib bo'g'ilmaydi. Siyosat degan shunday narsa. Shaxmatga o'xshaydi. Bir urug'ni xato mangsak, uningki zo'ri har vaqt keladi.
Gepim tügedi. Üç efendim bana şu. Rahmat. Bu üç efendim doğruluk biz siz esingizga ala olsangiz biz ziyolilar davomli so'zlashadigan biz vatanlik vaqtda yoshlar orasida davomli üç efendi bir xil ko'pincha vaqtlarda bir xil faxr bilan üç efendi anda qilib ketgan deb so'zlaydigan bo'ladigan, ammo biz bu tarixninki aynan bilgan vaqtda Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun bu aqida bilan kurash qilayotganda ularni mustaqillikninki yo'l boshchilari deb o'tirg'a chiqsak, demak bu davoni buzgan bo'lamiz. Bizga yaqinda bizga mushuni ko'rsatayotganlarning maqsadi shu. Ayni chog'dagi Isa Yusuf olib ketgan Amerikada men butun Turkistonga mustaqillik talab qilaman deganning o'zimi buni planlangan, qasddan qilingan gap. Buni G'ulom Yag'ma efendim hayot nima? G'ulom Dipaq efendim hayot vaqtida o'z og'izi deganini men anglagan, bizning uyga kelgan vaqtida. Ökünüp durup adam nimini bir hata mangdı dedi. Ameliyatda üç efendimninki hata mangını ol emas, siz xuddi siz degandek Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga buzg'unchilik qilish. Bu bir hamda boshqalar Isa Yusuf olib ketganda desak, siz degandek shaytonda o'qigan bu bir Xitoyning adim bo'ldi deylik. Ammo men buğradek shunda qo'lib qurolib Xitoyga birinchi boy o'qni atgan mustaqillik yo'lida eng oldida o'tirib chiqqan odamning oxiri kelganda Xitoylarni bilmasdan, tushunmasdan ular ishinib turib, biz Chin Turkiston qurib chiqamiz degan bir nimani o'tirib chiqishning o'zi bu siyosiy sahnadagi o'zining o'ziga so'kigan qora dog' bo'ladi. Buni haqiqatan siz deganingiz to'g'ri jo'yib bo'lmaydi. Hozirgi bizning siyosiy da'vorimizda mayli qanday o'yinni o'ynang, agar siz mustaqillikning prinsipidan chetlasangiz, bu bizning Sharqiy Turkistonga, bizning ay yıldızlıq köp bayrağımızga qılınğan xiyonat. Bu o'xshash ish. Hamda üç efendimden sırt yana yana bir Lutfullah Mutallibmi bor. Vatan ichi va muajiratda o'xshash darajada shoirning shoiri, vatan qahramoni qilib maydalandi. Bu o'yinning oxir ko'rinishini ozroq deb ketamiz. Biz men o'tganda bir qatim deganimdek biz kimlarni ulug'lanayotganligiga diqqat qilgan vaqtimizda kimlarni ulug'lanmay, kimlarningki parvosizlikqa ko'mdirilayotganligiga diqqat qilmasak bo'lmaydi. Üç efendi ulug'lanayotgan vaqtda Yaqub Bey bilan davlat otisi bo'lgan Sobit Domillam ulug'lanmayotdi. Asli ulug'lanishga tegishli odam bu ikkisi, ma üç emas. Chet eldagi faoliyatlar ulug'lab qilsang, uning o'zingni ishi. O chet eldagi faoliyatni keyingi u fursat o'tkazayotgan vaqtda u boshqa gap bo'ladi. Unga qiziqib ketmayman men. Ammo 40-yillarda bularning qilgan ishlari. Hamda Lutfullah Mutallibmi shundoq. Lutfullah Mutallib bilan bu üç efendimninki qayta biz qayta desakmi, paketni tog'dek davlat qo'yib olsakmi, buningga pisand qilmay, bularni xotirlashninki elib berilishi odamni haqiqatan ichindirdi emas, g'azablantirdi. Bu qasdliqni bilmaslikdan emas. Bu qasddan qilinayotgan, bir tutash o'rlashtirilayotgan ideologiyalik tashviqot. Uyg'urlarningki qo'li orqali, ya'ni Xitoy uchun ishlaydigan Uyg'urlarning qo'li orqali chet eldagi Uyg'urlarni qaymib turish. Xuddi 40-yillardagi üç efendim Gomindangninki buyruq bilan qanday ish qilgan bo'lsa, mana bu yangi Gomindangchilar, yangi üç efendichilar muajiratdagi Uyg'urlarning kallasini qaymoqtirish uchun o'xshash xizmatni qilyapti. Bular agar xotiralik adam topolmay qolgan bo'lsa, Lutfullohning o'rniga Abduxoliq Uyg'urni qiysi bo'ladi. To'g'ri. Üç efendimning o'rniga ikki ulug' liderni qiysi bo'ladi. Ya Yaqub Bey bilan nimani qiysi bo'ladi? To'g'ri. Sabit Domillamni. Elixon To'rni qiysi bo'ladi. Mahmud Muhitni qiysi bo'ladi masalan davrdoshlardan. Bularning hammasining kallasida aniq bo'lgan, malga o'xshash hayotidagi siyosiy strategik jihatdagi qarim-qarshilik to'lgan, ziddiyat to'lgan ishni qilmagan. Boshdan oxir birdek. Bularning dushmani bir bo'lgan, mujodilasi bir bo'lgan, qurgan davlati bir bo'lgan, g'oyasi bir bo'lgan. Manfaat uchun setilmaganlar ma'la. Ko'pincha o'ldirilgan dushman tarafidan. Bular o'ldirilmagan. Farq yaman cho'ng bu yerda. Bo'ladi. Lutfullohga kelaylik-da. Lutfulloh o'ldirilgan deymiz. Ammo Lutfullohni o'ldirgani Gomindang. Ammo Lutfullohninki kuyligini ulug' Junqa qizlari va ulug' Junqa millatlari bo'lash bir istiki bo'ldi.
Abduxoliqninki yozgani nima? Abduxoliqning yozgani agar mushunda ketaversang, sen o'lsa Uyg'urim deb turib, qanqir qaqshab yig'lab she'rlarni yozgan. Ehtimal she'riyat nuqtasidan Lutfullohninki she'rlari chochma she'rlar va yangi she'rlar, Mayakovskicha shakldagi she'rlar bo'lib Uyg'urlarni hozirgacha tan qoldirayotgan bo'lishi mumkin. Ammo she'rdagi til muhim emas. Tilda o'tirib qo'yayotgan ideya muhim. Ana shu Xitoy bilan birlashib turib Junxan millati bo'lamiz degan nimani shu Xitoyning o'zlari o'ltirdi. Men depmadim-ku, Gomindan bilan Kompartiyaning farqi yo'q deydi. Agar Gomindan o'ltirmagan bo'lsa, Kommunistik partiya o'ltirdi buni. Agar u Kommunistik partiyaning iti bo'lmasinlar. Ama Abduxoliq Uyg'urmi o'xshash ikkilisi bir yangi ikkilisi o'xshamagan bir kelajakni bizga sungan. Abduxoliq Uyg'urning sung'ini g'oyat zo'r bir mavjudlik endish ichidagi bir millatning kelajagi. Agar bu millat uyg'onmasa vayron bo'lishdan iborat bir natija, ko'rilib turayotgan natija. Ya'ni buningki bu xil oldin ko'ch oxir isbotlandi-ku. Hozircha uyg'onmayapmiz-ku. Hozircha aq bilan qarni bilmay 100 yilni shunda yashayapmiz-ku. Lutfullohninki bizga sung'ini cho degan vaqtida qulluq, asorat, mustamlika. Birisi erkinlik deb o'ldi, yana birisi men eng yaxshi quling bo'laman deb turib o'ldirildi. Men ichinish qilmabo. Xitoyga men Junxonning bir farzandi bo'lay desam Xitoy o'ldirdi buni. Faqat o komünistlardan azroq farqlangan Gomindan tarafidan o'ldirildi. Ammo Gomindangning bizni mustamlik qilishdagi tutumi komünistlarda hech farqi yo'q. U xiyolida men Junxon millatlari bo'laman, shuning bir qismi bo'lsam, bu Xitoyning rahmi keladi deb o'yladi. Xitoy kechirmaydi uni. Yani kechirmaydi oxirisi. Demak, gapimni yig'sam, bu nayt suiqasd bilan orkestrlashtirilib, o'zaro moslashtirilib, tankash qilinib turib, bir turkum o'ttirdagi bir turkum azg'un maydonning tayini yo'q tashkilotlar va shaxslar tarafidan ziyoli degan kelmaydi bularni. Ziyoli degan kelmaydi. O'tirib chiqilayotgan narsa. Endi bu bizningki mustaqillikdan iborat bir g'oyamizni mujmallashtirdi, bizni tabriklashtirdi. Bizni bir-birimizga dushman qiladi bular. 100 yillardan bo'layotgan bu tarixiy qismatdan, bu ichilishi qismatdan hali ham dars olmayotganligimizni, dushmanning ketmini chepayotganlarninki hali ham oldimizda hech aymanmay ko'zimizga tikilib turib, razillar kulimsirab turib, intayin saxta va zararlik so'zlar bilan bularni yana bozorga selishi bizningki bu mujodilamizningki chadak mujodilamizningki naqadar mushkulligini, aramizda naqadar zo'r Xitoyning ta'siri borligini tushundirdi. Abduxoliq Uyg'urning 100 yil ilgari pig'on chekib yozgan she'rlarininki shu she'rlarni yozayotgan uyg'onmagan Uyg'ur xalqining hali ham mavjudligini bizga tushundirdi. Rahmat. Bizning uyg'onligimiz haqiqatan taskin. Buningki oddiy pek oddiylaylik hech qanday bir aql ketib, talashib bu bir isbotlarni o'tirg'a tashlab andaqda deb ketishning o'rniga acaba buni Xitoymi davlat ichida turib maqtab beshi qilib ko'tirdi sen biz muojat turib biz nima ish ko'tirmaymiz. Agar biz o'xshash narsani ko'tarsak biz nima ish qilamiz hozir? Biz nima ish qilyapmiz o chog'da? Bu pekla oddiy. Hammadan biladigan bir nuqta. Bu yana bir narsani ketib qo'yay, Jurat. Shu agar biz bu bizningki qahramon xoin degan qarashlarimizni butunlay buni o'lchamlarimiz, qimmat qarashlarimiz hammasi vayron qiladi-ku. Agar Lutfulloh qahramon bo'lsa, u vaqtda Abduxoliqni xoin deyish kerak. To'g'ri. Agar Mushi Ziyolilninki yurgi bo'lsa, Abduxoliqni xoin deb xotirlab yiqinglar. Agar uch apanda qahramon bo'lsa, u zaman Sabit Damollamni davlatninki xoini, Sharq Turkistonni mustaqil qilaman degan eng sharmanda lider deb chiqish kerak. To'g'ri. Yurgin bos mushundada. Chunki Abduxoliq qahramon bo'lsa, Lutfulloh xoin bo'ladi. Lutfulloh qahramon bo'lsa, Abduxoliq cho'qim mantiqi bo'yicha xoin bo'lish kerak. Agar uch apandi mustaqillikninki doiralari bo'lsa, u vaqt Sabit Damollam mustaqillikninki eng razil dushman bo'lish kerak.
To'g'ri. Agar Sabut Tamillan mustaqillikning otisi bo'lgan bo'lsa, ma uchi chuprandisi, osiylar bo'lish kerak. O'lcham bu. Sen ikkilisini qahramon qilolmaysan. Bunun biz ot, biz su bir yer kelmaydi. Bizini ot deydigansa, yana biz cho'qim suv deyishing kerak. Bo'lmasa seninki tafakkuringda ig'ir kasalmanlik bo'ladi. Sen majruh bo'lsa, sen aqliy tafakkurning eng aqalli bir qonuniyatlardan ayrilgan bir ilqima inglizcha retard bo'lsa, delta bo'lsa. To'g'ri. Bu deltalikni bozorga selayotgan gap bular. Bu deltalikninki ham bozor bo'layotgan gap aramizda. Ichilishqi bu. Bununla qatnashayotgan, bununla chavakchilayotgan yana xalq bor orada. Yana bir turkum insonlar bor. Hozirgidek irqiy qirg'inchilik bo'layotgan vaqtda bizning zulmimizninki tegining nima ekanligini kichik bir 5 yoshlik bolalarimiz bilayotgan vaqtning o'zida bu galastik taqgan Uyg'ur do'ppisini odamni haqiqatan hayron qoldirdi. Gapim tugida bu savol. Rahmat. Haqiqatan bu yilgi Trump hukumati oxirida chiqqanda common sense deb bir narsani chiqargan. Bir narsalar pek cho'nqir emas. Oddiy kalalar o'ylasanglar bo'ladi demoqchi. Bizning ishimizni 100 yil burun Abduxoliq Uyg'ur bizni uyg'onol degan bo'lsa, hozir biz yana taxi shu uyg'onish davrida. Uyg'onish emas, ta'tilga minish davrida ketyapmiz. Xayr. Yangi yilda ishlarimiz yaxshi bo'lsa, aql sizlarga iloyim aql ato qiladi deb o'ylaymiz. Hamda vaziyatga keldik. Shiddat bilan o'zgarayotgan xalqaro vaziyatda bizni xo'sh qiladigan nurg'un nuqtalar bor. Masalan, uzluksiz keskinlashayotgan Yapon-Xitoy tirkishishi, Yaponning davlat mudofaa mablag'ini rekord yaratadigan darajada ko'paytirishi degandek. Uningdan sirt Xitoy iqtisodining yemirilishi, xalqaro mablag'ning Xitoydan chekinishi, Xitoydagi chiriklikning avjiga chiqib, yuqori darajadagi harbiy amaldorlar huquqidan elinib, Xitoy armiyasining ittifoqsiz, boshsiz, urushga ishonchsiz olg'a tushishi va Xitoydagi ichki ziddiyatning avjiga chiqishi degandek bizga foydali nurg'un omillar bor. Sizningcha Amerika boshchiligidagi kuchlar bilan Xitoyning tirkishida Xitoy yanala dunyo xo'ja bo'la olarmi? Bu vaziyat qaysi yo'nalish qarab taraqqiy qiladi? Hozirgi abay başta qisqa deb o'tib ketdingiz. İran bilan Venezuelada cho'ng bir ishlar bo'layotdi. Ikkili hokimiyatninki bizse yiqilib bo'ldi. Venezuelaninki yiqilib bo'ldi. İranninki asosan yiqilish oldida turyotdi. Buningda biz Xitoyning ikki cho'ng ittifoqdoshidan ayrilayotganligini ko'ryapmiz hozir. Gerçi Xitoy bular bilan ittifoqlashib bo'lgan vaqtdan bularning nurg'unlagan boyliqlarini yo boshqa afzalliklardan foydalanishni ko'zlagan bo'lsa-mu, nimalik bo'lmasa Xitoyninki muhim bir ittifoqdoshlari aylanadi. Demakchi o'g'lim, Amerikaninki mush ikki davlatni olib yaqinqi operatsiyaninki cho'ng bir nishonlarning birisi Xitoy. Bularni Venezueladagi Xitoyni og'zi bilan ko'tin tutib qolgandek hayron qolgan yeri Xitoy bilan so'zlashishga 1 soat qolgan vaqtida Maduroni tutib ketishi Xitoyga berilgan bir yuzlik urilgan qattiq bir tasdik. Bir haqorat, yani bir şok mandachilik qilgan vaqtda dunyo uchun bir şok, ama Xitoy uchun texadimi şok, texadimi cho'ng bir haqorat bo'ladi. Demak, cho'g'rim, bu gapni deyishimning sababi Amerikaninki Xitoyni va Xitoyning ittifoqdoshlariga qaratayotgan turli shakldagi taqiq qilish va ularning ichki jihatini hukumat almashtirish yoki rejim almashtirish, ularning diktatorligini tushirish, ularni demokratik bir jarayonni o'tirib chiqarish qatorliq ishlari bu ikki davlatda zo'r bir futuq erishdi. Xitoy bundan qattiq cho'chiydi. Xitoyning qapqog'ini Rossiya bo'lyapti, ammo Xitoylar Rossiya o'ttirishdimi, ittifoqlashdimi ko'ra o'zaro ansirash, ishonmaslik va dushmanlik omillari intayin zo'r. Bu faqat vaqtlik o'rtaq bir maqsad qilayotgan gap. Hamda Amerikaninki Tayvan masalasini ko'r degan ahvolda Amerika Yaponiyaninki ittifoqdoshligi bu intayin muhim o'rinda turdi. Amerikaninki Okinawada va boshqa Yaponiya boshqa shaharlarda 50 mingdak askar bor. Ular har vaqt Xitoyninki kelgusida elib berish mumkinchilik bo'lgan urushlarga tayyorlik qilyotdi. Agar Xitoy Tayvanga hozir urushni boshlasa, u vaqtda Amerika bilan Yaponiya, bo'lapmi Yaponiya biz qarab turmaymiz degan aniq bildirdi. O'zininki harbiy xomchotini 58 milliard dollarga ko'tardi.
Bunun asaslıqı özününki başqırılğan bomba texnikaları ve özününki elektronluq uruş qabiliyyətlərini östürüş ve başqa işlərə saladığanlığını bildirdi. Yaponiyamı uruş tayarlığına kirdi. Gerçi bu uruş qoğdunuş xarakterlik, Xitayning hujumiga qoğdunuş xarakterlik uruş bo'lgan bilan, ammo Yaponiya tarixidagi tunji ish bo'lyapti. Hamda mening eng qiziqarligim hozirgi vaqtimizda Xitoyning ichki ahvoli. Uningda siz deb o'tgandek, Xitoyda iqtisodiy jihatda bir kasodchilik bor. Buni depreciation deymiz. Bu pulning pahallashi emas, pulning kursi tushishdan kelib chiqayotgan bir ahvol. Buningda mol bahsi eg'ir tushgan bo'ladi. Xalq qo'lidagi pulni xajlamaydi, chunki ba texim tushamdagi deb kutadi. Bu inson psixikasiga oid bir narsa. Anadan keyin bu tushgandan keyin setilish kuchi ojizlagandan keyin nurg'unlagan mollar ichki qismi setilmay, nurg'un zavod korxonalar vayron bo'ladi. Ishga o'rilish qiyinlashdi. U qiyinlashgan sari ichki iste'mol tushidi. Bu pulning kursini tushib, pulning pahallashdimi eg'ir bir iqtisodiy masala bu. Hamda bu xil ahvolning eng cho'ng ta'siriga uchrayotganlar Xitoydagi yoshlar. Bu turibdi. Hamda Xitoydagi armiya ichidagi ishonchsizlik, armiyaninki yuqoridagi amallarni qayta almashtirish, buning hammasi Xi Jinping bilan armiya o'rtasidagi o'zaro ishonmaslik masalasini o'rtaga chiqardi. Xitoyda ish chiqsa, bundan keyin ikki omil bo'ladi buningda. Birisi armiyadan ish chiqadi, hamda men buni yana birini qatay, ikkinchisi yoshlardan ish chiqadi. Armiyaga kelsak, qisqacha desak, Xitoyninki ozodlik armiyasi tarixdan beri 49dan beri Xitoy Kommunistik partiyasining armiyasi, davlatning armiyasi emas bu. Kommunistik partiyaninki Xitoydagi hukmronligini yurgizish uchun xizmat qilib kelgan birdan-bir armiya. Hamda hozir turli shakllar bilan Xi Jinpingga bo'lgan qarshilik, uning qattiq qo'l siyosati, uningki o'zininki tarafdorlarini qo'g'dash va ularni o'stirish bo'lgan norozilik qatorliq nurg'un omillar bilan armiyaning ichida Xi Jinpingga qarshi bo'lgan kuchli bir kuch bor. Bu kuchninki vaqt kelib qolgan vaqtida Xi Jinpingninki hukmronligidagi shu hozirgi polit buyrug'iga va uning atrofidagilarga bo'lgan nimasi harbiy o'zgarish ahvoli, shular qarshi bo'lgan o'zgarish bo'lish ehtimollik bo'ladi. Buni biz siyosatda qora aqoidis deymiz. Bu asl iqtisodiy masala, bu ma'lum bir kichik bir ish, g'oyat zo'r, hech kim qiyos qilinmagan zo'r olamshumul bir oqibatni keltirib chiqardi deb qaraladi. Masalan, 2008-yilgi iqtisodiy erib ketish, iqtisodiy krizisning nimasi kichik bir ishdan boshlangan keyin g'oyasi favqulodda bir iqtisodiy krizis bo'ldi deymiz-ku. Bu siyosiy jihatdan qora aqo hodis bo'lish ehtimollik bor Xitoyda. Ya'ni har vaqt harbiy o'zgarish ehtimollik bor bir davlat bu. Bu bir. Uning ustiga Xitoy 2027-yil yangi rahbarlikni saylaydigan o'tirib chiqaradigan bir vaqt kelyapti. Bu intayin muhim. Bu Xitoyninki bu Kommunistik partiyaninki mavjudlish hayot mamoti munosabatlik bir ish. Mushu jihatda bu ichki bu qalayimqanchiqni Xitoy aldirab Tayvanga hujum qilinmaydi. Hech bo'lmasa mush vaqtning o'zida bir ikki yilgacha hujum qilinmaydi. Ammo Xitoy Kommunistik partiyasining tarixdan bir olib kelayotgan bir yilisi bor, xalqning o'ziga bo'lgan qarshiligi ochgan vaqtida diqqatni chetga burish orqali, masalan, Tayvanga hujum qilish orqali o'ziga kelayotgan besimni chetga burash mumkinchiligi bor. Bu jihatdan Tayvanga hujum qilmaydigimi? Ammo hozirgi vaqtda harbiysi bunga tayyor emas. Ham Xi Jinpingninki atrofidagi kommunist rahbarlarimi intayin bo'linishlik holatda bir ahvol. Bunda ahvolda qilinmaydi. Bu bir. Ikkinchisi yoshlar. Yoshlarning ishsizligi Xitoyda 20% ga yetyapti hozir. Yoshlarningki Xitoy amaldorlarining chiriklik bo'lgan g'azab nafrati bor. Xitoy Kommunistik partiyasiningki bir partiyalik mustabidlik bo'lgan qarshiligi bor. Gerçi ular buni bildirilmayotgan bu bilan bu yoshlar bizning davrdagilardan yaxshiroq holda Xitoyninki uzil-kesil meni juyishning ta'siriga ozroq uchragan. Uning ustiga bular dunyoni bizdagi vaqt qaraganda misli ko'rilmagan darajada dunyoni tushunish ehtimollik bor bularninki.
Hem yaşamda emas. Gerçi Xitay'ın Komünist Partiyini bütün vücuduyla kollaydıgan ve Xitay devletininki hayat mamat için özünü bağışlaydıgan neç milyon yaşlarıma bak Xitay'ninki. Ama yaşla hazır dünyada sel qaraş konmaydıgan bir küçük ayınlamadı. Biz bunu Bengal devletindeki yaşlardan gördük, Nepal'daki yaşlardan gördük ve başka devletteki yaşlardan görüvatımız. Hatta en yenisi nimede oldu? Bulgariyada buluvatıdı. Yaşlarda gayet zor bir kriz duygusu var. Bular özü mevcut hükümetlerden narazı. Bular erkinlikке, işte onun üstüge en korkunçluk bir tarafı yaşlarının köpüncüsü işsiz. Kelgüsüden ümitsiz bular süpütü bilen bularının yoktuğun nesisi onun ilgirki devredekilerden azırak. Şuna bular korkunçluk bir küçüke. Yani bir aktif bir küçüke ayrıldı bular. Xitay'ın yaşlanışında. Hem de bu armiya bilen yaşla Xitay'daki en tinchsiz amillarga vakillik qiladi. Gerçi Xitay'da kelgusi ish chiqib qolsa, ama ikki guruhning birisidan chiqadi. Eng yaxshisi harbiydan chiqqan yaxshi, chunki yoshlar chiqqani bilan qo'lda qurol yo'q. Armiya chiqqani qo'lda qurol bo'ladi. U chaqda bularning siyosiy o'zgarish orqali kommunistik partiyani ag'dirib tashlashi intayin tez bo'ladi. Endi biz hozirgi Venezuela bilan Ironga qarasak, qanchalik diktatorlar ket, qanchalik boshqa siyosatlar bo'lsin, xalq qo'zg'alib qolib qolsa, uni hech kim to'sab qololmaydi. Xitoyniki dem shunda. Xalq qo'zg'alib qolib qolsa, xuddi Irondagidek yoki boshqa yerdagidek bo'lib, Xitoyning u qadar istiqomlari qurib ketgan, necha 10 yillar qurib ketgan istiqomlari oxirisi vayron bo'lish ehtimoli bo'ldi. Shunga yig'ib kelsam, tashqi jihatdimi Amerikaninki Yaponiya bilan ittifoqdoshligida va Osandagi boshqa g'arb davlatlarning ittifoqdoshligida Xitoy bo'lgan Xitoyni vayron qilish bo'lgan turlik planlari asosida ish qilishyotidi. Buningki eng ko'rinarli bir ishi Xitoyninki ittifoqdoshlarini vayron qilish. Birinchi qadam. İkincisi Xitoyning o'zininki manfaatlariga zarba berish. Buni biz mas'ul urushdan ko'ryapmiz hozir. Ondan üçüncüsü Tayvan meselesi gördüğü halde Xitoy bilan haqiqiy kinetik, ya'ni real bir urush kirish tayyorligini qilish. Bu shu. İkincisi Xitoyning ichki qismidagi tinchsizlik tarixning har qanday vaqtida ortib o'tadi. Bu jihatda ilk vaqtda Xitoyning yoki intayin kuchli bir harbiy bir qo'rqinchli tarzda qoniga bo'yalgan bir shaklda hokimiyat olinish ehtimolligi bor yoki yumshoq nuqtadan namoyish va qarshi ko'rsatishlar orqali kommunistik partiyani taxtdan tushirishdek bunday bir mumkinchiligi bor. Shunga tashqi va ichki jihatdagi bu besimlar Xitoyni kelgusida xeyli zo'r darajada g'alsirtdi. So'zim tugadi. Rahmat. Bu xalqaro vaziyat haqiqatan biz o'ylagandan tez o'zgaryapti. Bular İran'ın aldığın qatim yadro bazılarını partlatgandan keyin İsrailning urush qilishida İran'da bir ojizlash bo'lib, xalqi iqtisodiy sababdan ko'tarildi bu qatim. Ko'tarilganda boshqa hukumatlar, burunqi Amerika hukumatlariga o'xshamaydigan holda Trump bir eg'iz gapni qildi. Agar sen xalqqa qurol ishlatadigan bo'lsang, bizningki qurollarimiz betlaklik, seninki nadligingni bilmaymiz deb ularningki hukumatiga va harbiy bazılarına nisbeten özününki təhdidini bildirdi. Bu gapninki salmıqı bek çoğ. Bunun salmıqı ençada Xitaylarning özünü bastırganda Amerika aralashmagan. Ama bu qatim İranning işi kelganda bu iradasini bildirdi. Endi bu iradasini Trumpning qilib qo'ygan quruq gapimiki desak, tunigun bo'lgan ishdan Madron tutib kelganda buning isbotini tutqizib qo'ydi. Buni Rubio bugun chiqib Trump o'zining degan gapini qiladi. Sizlar boshqa hukumatning burunqi vaqtdagi hukumat odamlariga o'xshash bu game o'ynaydigan odam bu deb o'ylamanglar degan bir gapni qildi. Agar biz ko'rganimizda xuddi amaliyot isbotlagandek Trump deganini qilsa, bu qatim İranning ishimi, Venezuelaning ishimi nihoyatda ching'i chiqqan ish bu. Buning natijasi Amerikaga foyda, Xitoyga ziyon bir yerga to'xtaydi. Chunki diktator hokimiyat qilgandan keyin mayli İranning podshosi bo'lsin, mayli Venezuelaningki yangi chiqmoqchi bo'lgan balkim shu Nobel mukofotga erishgan ayol chiqadi. Bular Amerikaga yaqin taraf turadiganlar. Bu nuqtadan Amerikaga yaxshi bo'lsa, Xitoyga ziyon bo'ladi. Endi bizning nuqtamizdan albatta bizga foyda bo'ladi. Endi Amerikaningki chiqargan bu davlat mudofaa, davlat bexatarlik strategiyasi degan nokta doğruluk biz ikimiz bir paranlaşkan olsa biz bir nime tapsak, biz fırsat tapsak bu doğrusunda biz bir sohbet ötkizsek başkalar mı ötkizgen akılda, lekin bunun da bir mahiyetlik mesele var.
buningki biz bu suhbatni o'tkazishdan burunla mana buning natijasi ko'rilib qoldi. Amerika uzun bo'lgan o'zining yanidagi qo'shinlarga hech qanday aralashmagan. Bu aralashmagandan keyin Xitoylar nihoyat shiddat bilan buning ichiga kirib, ularning iqtisodini kontrol qilib, ularning ideologiyasini kontrol qilib, diktator hokimiyatini yo'lab, Amerikani yiqitishningki bir kuzirga aylantirib olgan. Buni unda emas desimi, men ko'rib turgan narsa, u yoki Rossiya ko'zitish yoki boshqa ko'zitish emas. Xitoy ko'zitish. Buniki oddiy bir misoli, Amerika bu qit'aning strategiyasida birinchi o'ringa o'zining qo'shnisini qo'ydi. Bular o'rgandiki, qo'shnini hal qilmay turib, oq o'ylisini hal qilmay turib, hech nima hal qilolmaydi ekan. Biz o jiroqchi kishilarga aralashib bo'lmaydi ekan deb Xitoyning gapini ikkinchi qo'yishi, u Xitoy jiroqda, undan keyin Xitoy bevosita tahdid sololmaydi, ammo tahdidni qo'shnisi orqali soladi bo'lgandan keyin bu strategiyaningki mohiyatlik o'zgarishi. Bu qatorliq strategiya burunqisiga o'xshamaydigan haqiqiy mohiyatiyatki shu bu to'g'risida biz bir inchki bir faoliyat nima bir suhbat olib qolsak, Amerikaningki bundan keyingi strategiyani qayoqqa yurgizganlik to'g'risida. Chunki hatto Amerikada turayotganlarmi mayli Trump qanday deyimsin, chunki gap qilgan chog'da ba'zi qildigan ishni demaydigan, demagan ishni qiladigan bir odati bor. Xalqlar Trumpdan deb qo'ydi deb hech kim diqqat qilmagan. Dal yangi yil vaqtida White House o'zi Oqsaroyga qaytmay turib, bundan aytib bir siyosiy aqldan ko'ramiz. White House'ga qaytmay turib, Florida nimaga yaqin tarafimiz Venezuelaga. Xuddi demirishda turayotgan vaqtda ko'rsatib, o'zini amaliyotda bu yerda cho'ng ishlarni planlab, cho'ng ishlarni vujudga chiqargan. Bu bir tarixiy kitob yozish kerak bir xil ahvollar. Bu strategiya, siyosat o'ynash. Endi Xitoyning shu kelsa, Xitoy yomon kunga qilyapti, siz degandek, ichidan, sirtidan degandek, ular iqtisodning buzilishi bilan iqtisoddan nihoyat yuqori o'rinda turgani uchun bizning insonlarimiz da'vodiki Xitoyni dunyoda yengilmas bir kuch qatorida ko'rib, o'zininki siyosiy taktikasini o'zgartmay, faqat chet el hukumatidan pul oladigan da'voni qilib, da'voning hammani kishilik huquqni markazlashtirib, o'zining jinni beqishga markazlashtirgan. Hozir vaziyat unday emas. Xitoy agar mushunday bir ahvol kelayotgan vaqtda biz yana o'zimizning sinimiga dassa versak, hisobda biz qurib qolamiz. Xitoy yiqilishga tayyor bo'lgandimi, biz o'zimizning hatto strategiyasini, hatto irodamizni o'tirib tashlayapmisak, Amerikada White House'ga kirib, yoki bularning kongressiga kirib, biz mustaqillikni talab qildiganlar deyamizsak, demak biz fursat kasimi hech ishni qilolmaydigan bir to'p oqmis odamlarga aylanib qolamiz. Chunki bu yil biz uchun pek muhim yil deb o'ylayman. Bayram yangi yilni tabrikladik. Mushunda vaziyatni, bo'layotgan ahvollarni inchki kuzatib tursak, ham xalqarалық deb BDTga berib oldigan da'voning sanamini sal o'zgarsak deb o'ylayman. Chunki BDTmi ko'p vaqtlarda Xitoy tomonidan kontrol qilingan bo'ladi. Lekin hozir bu ishlar o'zgaradi. Xitoyning bir qo'l kesildi deb qarasak, hozir Eron bo'lsa yana bir qo'l kesildi. Shunlar Xitoylar zavolliq o'zlanyapti. Bu biz uchun nihoyat xushyorlik bir ahvol. Endi bu Amerika tarafining gapi bo'ldi. Endi hukumatimiz bu qatim bir yilda bir yig'in ochdik. Yig'inimizda BDTning xodimlari bilan Xitoyning digital uchur kontrolligi to'g'risida fikr almashtirdik. Men u yerda anglagan gaplarimizni aytib qo'rqinchli bo'ldi. Sizningcha Yevropami Xitoyning to'zg'iga tushib, Xitoy mangan digital kontrol o'tamdi? Yevropadagi bizningki hukumatimizning bu qatim elib borgan faoliyatlarimizningki eng utuqliq bo'lgan yeri bizningki Yevropa parlament a'zolaridan ma'lum kishilar bilan so'zlash va ularning qabuliga erishish va ular bilan so'zlashish elib berish bo'ldi. Hukumat nomidan biz bu yerda kishilik huquq to'g'risida emas, balki bizningki tüpki arzumuz, siyosiy arzumuzga mustaqillik va buningki qanchalik bizning mavjudligimiz uchun muhimligi va buningga qarshi Xitoyning irqiy qirg'inchilik olib berayotganligi va uning irqiy qirg'inchilikning turli tarkiblari, bular buning eng muhim tarkiblarining birisi bo'lgani Xitoyning davlat olqigan bostirishi. Buningda Xitoyningki eng yangi texnikalarni qo'llanish orqali Sharq Turkiston mustaqillik harakatini qanday qilib cho'ng jihatdan Sharq Turkiston muhojiratdagi Uyg'urlarni qanday qilib kontrol qilmoqchi bo'layotganligi, kichik jihatda elbette vaqtda Sharq Turkistonning mustaqilligini qanday qilib vayron qilmoqchi bo'lganligini ta'kidlagan dedik. Endi biz shuning bilan bir vaqtda Yevropaning
uchrayotgan krizisni biz qildik, ko'rdik. Ya'ni u yerda biz bir uni qisqachalarga ishkillab ketmay, biz u yerda bir paket anglash bir yig'inga qatnashib, Yevropadagi mutaxassislar bilan Yevropa parlamentining a'zolari o'tirisidagi ilib berilgan mutaxassislar Xitoyga beqinish ahvolini, Yevropa birligidagi davlatlarning Xitoyga beqinish ahvolining qanchalik darajada taraqqiy qilayotganligi to'g'risida doklad berdi. Bunga qarata Yevropadagi Yevropa birligining parlament a'zolari savol so'rdi bo'ldi. Bunga biz kuzatuvchi sifatida qatnashdik. Hukumatimizdan vakillar. Bizning ko'rganimiz nihoyatda insonni bearam qiladigan, qo'rqinchga soladigan bir raqamlar va isbotlar bo'ldi. Mutaxassislar tomonidan o'tirib qo'yilgan Yevropaningki Xitoyga beqinishi kun sari eshiyotir. Bu bir. İkincisi, xabaringiz va Trump hukumati bilan Yevropadagi bir necha davlatlar o'rtasida kishilik huquq jumladan fikr erkinligi haqidagi tanqidlarni kuchaytirdi. Trump hukumati yaqinda Yevropaga tava bo'lgan 5 odamni Amerikaga kirmaydigan qildi. Chunki ular fikr erkinligiga buzg'unchilik qilyapti deyildi. Bu kam ko'riladigan bir ahvol bu. Bu 100 yillik tarixda, chunki fikr erkinligi ideyasi Yevropada bir mafkur bo'la sifatida Yevropada barliqqa kelgan, gullangan, institutlashtirilgan, qonunlashtirilgan shunday bir ahvolda keyin bu Amerikaga keldi. Amerika ko'chmanlar bilan u yerda Amerikaning mustaqilligida mukammallashgan bir narsaningki endi qopab Yevropaliklar Amerikaliklarning tanbeh berishi bu echinish ahvol bu-da. Bu qanchalik chekinishning bo'layotganligi bor. Endi mushundaq bir vaqtda Yevropaningki bir qism fikr erkinligini bo'g'ishni ko'zlayotgan siyosatlar uchun Xitoyningki Sharqi Turkiston va Xitoyning o'zining ichida olib borgan fikr erkinligini bo'g'ishdagi texnikalari lozim bo'ladi endi. Bog'lanish bu yerdagi. Bu Xitoy hozir allburun bu o'zininki bu fikrni kuzatish, fikrni analiz qilish va kontrol qilish, asosan to'g'ridagi bo'layotgan ishlarni kontrol qilish texnikalarini hozir boshqa setish başlamasdan Qozog'iston buni oldi emaslar. Buni boshqalarga tunishtirish ehtimollik intayin yuqori. Yevropa birligininki kelgusida men buni bek ishkillab kirib ketmay, bu boshqa bir yomon cho'nqir va qorong'u bir tiyim bo'lib ketadi bu. Yevropa birligininki Xitoyninki texnikalar ishlatdi degan vaqtimizda biz Yevropa birligininki o'zininki insonninki eng kichik huquqlardan bo'lgan tabiiy huquqlardan biri bo'lgan fikr erkinligini bo'g'ishga boshlaganligi bo'ladi. Bu boshlagan vaqtda buni hozirgi Xitoy tarafidan xilli yuqori ko'tarilgan texnikalar orqali ishga oshirishga majburlandi. Bu vaqtda Xitoy bilan Yevropa birlik o'rtasida fikr erkinligini bo'g'ishda ishbirlik bo'ladi, ham farq qolmaydi. Buning uchun Amerika turli choralarni qo'llanish orqali Yevropani ogohlantiryapti. Yevropani bu jihatdan elib o'tgan vaqtida kelgusi endi sal qo'rqinchliq. Amerika hozirda fikr erkinligini jumladan insonlarning barliq kishilik huquqlarini qo'g'daydigan va buning uchun badal to'lashdan yanmaydigan eng oxirgi davlat bo'lib qilishdan iborat bir ahvolga duch kelyapmiz hozir. Yer shariy nuqtada ilib o'tgan fikr erkinligininki bo'g'ilishi qosh bilan kirpik oralida kelyapti. Buningda Xitoyning o'ynayotgan roli intayin zo'r. Buni Xitoydan ko'mayman, yana bilsa bu davlatlarni Xitoyning texnikasiga muhtojlab o'zining xalqining ustida yurgizilayotgan bu xil kishilik huquqning dafsandichiligiga yo'l ochyapti. Xitoy bundan foydalanyapti. Hamda bu xil agar Yevropa birligi bilan Xitoy o'rtasida bu xil intayin qo'rqinchli hamkorlik o'rnatilib ish oshadigan bo'lib qolsa, Yevropa birligininki erkinlik, demokratiya degan butun nimalar tugab, Xitoy bilan farq qilmagan vaqtda Xitoyning Yevropaga sing'ishi texidimi tizlashidi. Texidimi cho'nqirlashidi. Mana biz ko'rayotgan materiallarda biz ko'rdik, bu yerda
Bazı devletlerin Xitayga beqinish 100%ga borgan gap Yevropa birligida. Texnik jihatdan ya boshqa jihatlardan 100%ga borgan gap. Bu qo'rqinchli. Hamda bizga azroq umid bergan yeri, ham bu umidni men anglayotganligimni sunmoqchi. Biz Xitoyninki mushu fikr erkinligini bo'g'ishga ishlatayotgan texnikalarninki bevosita qurbonlari bo'lasibimizda buning qancha qo'rqinchli ekanligini bildirishga tirishdik. Hatta bizga dars o'tgan bir ayolning bir gapi bor, shunga bo'lgan suhbat edik. Endi dunyoni qutqizish Uyg'urlarning qo'liga qoldimi dedi. Ya'ni bunda deganimiz bizning tajribalarimiz, bizning azob oqibatli kechirishlarimizni dunyoga bildirgan vaqtda dunyo uyg'onamdiki deyildi. Ya'ni shu ayol dedi, biz sizlarga muhtoj, biz sizlarning tajribanglarninki, ani ochiq va qalliq tajribanglarninki boshqalarga bilinishi va bu orqali boshqalarning Xitoy tahdidiga uyg'onishiga biz muhtoj dedi. Yani bizga o'xshab qirilayotgan bir millatninki kechirmishlari Yevropa va boshqa qit'adagilar Xitoyninki shirin so'zlariga oldirayotgan, Xitoyning texnikalariga mastani bo'layotgan, Xitoyni birdan bir kuch deb qarab shunda umid kutayotgan nurg'unlagan gol insonlarga nisbatan bir uyg'otish xarakterlik rol o'ynashi mumkin dedi. Buningdan ham xo'sh bo'ldik, ham echindik. Bizning derdimiz o'zimizga yetib ashatdi aslida. Yelim aşıdı. Başka bir dertlerge bizning beşimizni zihnimizni sarf qilg'imiz yo'qdi. Ammo bu ochiq reallik bo'layotdi. Yevropa qashdan kirpikni o'ttirib ketyapti hozir. Bo'layotdi hozir uningki ahvoli. Yanala umid hozir Amerikada qelyapti. Amerika hozir insonlarningki g'ururi, sharafi, huquqlarini qo'g'daydigan birdan bir davlatga bag'ansir aylanib Xitoy bilan robro o'ringa kelyapti. Bag'ansir kelyapti. Bu biz uchun yaxshi bir fursatdan derak berdi. Abay so'zimizni yana bir qatam takrorlab qo'yay, pek yaxshi ko'rdim. Agar biz hozir mustaqillik tayyor bo'lsak, dunyo kompakam bo'lgan vaqtidami, shu vaqtda bizni izlaydigan yoki biz izlanadigan fikr imkonlarining ichida biz yana shu yo'lda boramiz. Agar bu mustaqillikdan hozir voz kechsak yoki avtonomiya yak boshlama qilib olsak, dunyo o'zgarib ishlar tuyuqsiz bizga tayyor bo'lgan vaqtida avtonomiya bo'yicha yuzlanamiz dunyoga. U chaqda hozirgidan battar ahvolda qolamiz. Shuning uchun intayin tez va odamni tasavvur qilish intayin qiyin bo'layotgan bir dunyoda yashayotgan vaqtimizda bizning nishonimiz boshdan oxir bir xil bo'lsa, o'zgarishning ichidagi izchillik bilan o'zimizning kelgusini topamiz. Bu intayin muhim. Biz mustaqillikni ching turgan vaqtimizda dunyo bizga qaraydi. Shunda bir fursatlar keladi. Chunki hozirgi dunyoda ya Xitoy turadigan, ya Amerika boshchiligidagi G'arb turadigan bir ahvol bag'asi shakllanayotgan vaqtning o'zida Xitoyningki yemirilmasligi Amerikaning yemirilishi derak turdi. G'arbning butkul G'arb madaniyatininki, men kültürel dematmi, bütün 3000 yıllık G'arb madaniyatininki oxirlashini derak berdi. G'arb mushakkilda hozir. G'arbning saltanatli madaniyati vayron bo'lish oldiga kelyapti. Xitoyning qo'li bilan. Buni G'arbliklar his qilyapti hozir. Asosda his qilyapti. Yevropaliklar his qilib yetibdi. Albatta, hukumat Yevropa birligi boshqa, xalq boshqa bo'ladi. Xalq buni bilyapti. Xitoy tahdidini his qilayotganlar nurg'un ekan. Bu bizni umidlantirdi Yevropada yana bir jihatdan elib o'tgan vaqtida. Mesela oddiy bir misol. Biz namoyish qilib nutq so'zlayotgan vaqtimizda bir o'quvchilar o'tib qoldi oldimizda. O'quvchilar shu Yevropa birligini sayohat qilmoqchi ekan, ular to'xtab bizning so'zimizni angladi. Xeyli uzoq angladi. Hali noqul oldiki biz shu ar to'layotgan Xitoyni tillayotgan emas. Mantiqlik yo'sinda kuchli bir jaranglik bir ovozda Xitoyninki davlat halqigan bostirishlarninki sizga emas, balki Yevropaga, oxirida butun dunyoga nimadan derak beradigan, qanday bir distopiyalik bir reallikdan derak beradiganligini so'zlayotgan vaqtimizda ular turib oldi. Men shu bolalardan umidni kutdim. Men shu bolalardan kelgusini, yosh bolalardan Yevropaninki oxirida dunyoning kelgusini ko'rdim. Yoshlar bizning kelgusimiz. Mayli bizdan bo'lsin va boshqalarning bo'lsin. Bular
bizni ümitlendirdi. Hem bu ümitli meslek sunmak sözüm tügüdü. Rahmat. Xuddi ilk Yevropadagi bizga dars etgan ayol deganiga o'xshash, biz dunyoni qutqizadigan, o'zimizning tajribasini dunyoga deydigan bir uchun insonlar aylandik. Chunki Xitoyning dardini tatgan va yer sharidan yo'qolib ketish oldida turayotgan insonlar biz. Bundaq ekan bizningki Xitoyninki zulmini boshqalarga so'zlaydigan va o'zimizning irodasini aks ettiradigan bir burchimiz bor. O'zimizning irodasi qandaqdir Xitoydan bir kishilik huquq talab qilish emas. Bu akmaydı. Vay siz dediniz Xitoyninki meyli Çin olsun, meyli militarisi olsun, yoki ondan burunqilari olsun, meyli qizil olsun, meyli ko'k Xitoy olsun, hammasi o'xshash deb. Ular tuproq, ya'ni davlat degan bir nuqtada tarixdan tarbiyalanib bir yerga kelgan. Har qanday manfaatda aytib kesimi bizga kelganda, Sharqiy Turkiston kelganda bizni ilib bilish, bizni tugitish niyatidan hargiz yanmaydi. Har qanday bizda Xitoyni ko'rmadikki, bizni qishimiz kelib sizlarning mustaqilliginglar to'g'ri yo'l, sizlarning yo'linglarni qo'llaymiz deb bizni qishimiz kelganini ko'rmadik. Bizning prinsipimiz buni aytdi, aniq bo'lib kelyaptiki, kim bizning mustaqilligimizni qo'llasa, bizning do'stimiz, agar qo'llamasa, bizning qarshimizda deb. Andaq ekan biz uni buni talashib emas, aksincha mustaqillik irodamizga xizmat qilsak, biz to'g'ri ish qilgan bo'lamiz. Agar u irodamizdan chetlasak, xuddi tarixdan nurg'un yaxshi ishni qilgan Mamtun Bug'ra apandining keyin o'ziga qarshi surkilganga o'xshash, bizmi o'zimiz qora ketib qolamiz. Sizningki aldamchilik qilgan xizmatlaringizga ko'pdan-ko'p rahmat. Bu suhbatga to'liq ko'p chiqdingiz, jiq vaqtingizda var qildik. Endi oldimizda biz shu Amerikaningki strategiyasi, ya'ni davlat bexatarlik strategiyasini yeshib bir suhbatni qilib baqsak, chunki bizning bu yashamoqimiz uchun Sharqiy Turkiston bu irodasi bilan ma'lumotimiz uchun izchil o'rganish ketar ekan, aql ketar ekan. Xitoy bilan bizning qilayotgan ko'rishimiz amaliyot aql ko'rishi. Xuddi Lutfullo Mutalibni oldimizga tashlab, "Masinin qahramoning, uch apandimni oldimizga tashlab, Masiningki mustaqillik yo'lining yo'l boshlamchisi" desa, biz qarab o'tirganga o'xshash. Xalqaro vaziyatdami bu nega ketayotganini bilmay atiganni kechgacha tordagi metalni gapini olib o'tirsa, biz maishqa yarmay qolamiz. Hamda biz xalqimizga bildiraylikki, Amerikada qanday o'zgarish bo'ldi? Xuddi siz dedingiz, hozir bu Xitoyning qarshida qolgan birdan-bir davlat Amerika. Amerika qaysi yo'lni tutyapti? Nima ish qilyapti? U Amerikada sizlar Trumpni aldaqda mijoz o'tib emas. Trump deganini qilmaydi-ki. Qilganini demaydi-ki. Amaliyotda Amerika mushu Trump taxtga chiqqandan keyin, o'ringa o'tirgandan keyin, vazifaga o'tirgandan keyin hozircha nima ish bo'ldi? Dunyo vaziyati nima ish bo'ladi? Bularni aytmayman, shuni bir xulosalagach, biz strategiyani mohiyat jihatdan burunqilarning farqini bir yechib baqsak, hozir ishlarni birlashtirib, bir temirlashtirsak, vaqtni shu vaqti kelganda biz to'rda e'lon qilsak deb o'ylayman. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Har vaqt sizniki to'rda chiqqan narslaringizdan bilim olamiz, tarbiyalanamiz. Endi vaqt munosabati bilan hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Programmamiz mushatdik. Xayr. Sizga rahmat.